Madım Rahmatjon. Baraka baraka. Barakami? Barakami? Baraka. Gap yo'q, gap yo'q. Menga qara o'g'lim. Har doim nimadir olmoqchi bo'lsang, savdolashib olgin. Xo'p bo'ladi dadajon. Aka vazining qancha? 3000 so'm. Har doim nimadir olmoqchi bo'lsang, savdolashib olgin. Aka teng yarmi 1,5 beraman. Bering. Jinnimisiz aka? Bozor qancha qildi? To'g'risini ayting. Apteka-ku bu. Bering 1700 beraman aka. Aka mana qurt. Qurt qancha? 1000 so'm. 500 so'm beraman, zo'r narx bo'ldi. Ya jinnimisiz aka? 650 beraman, saniki emas, meniki emas. Yo'q, aka bu magazin-ku, savdolashadigan joy emas-ku. Ber yomon narx qilmadi, bozor unday narx qilmadi. Yo'q, qo'ying nima deyapsiz, bo'lmaydi. Qo'y. Aka 34 ming bo'ldi sizdan mana. 23 ming beraman. Teks. Jinnimisiz? Barakami? Taksi bu. Mana naqd taksi bo'lsa. Ha, programmada narx yozadi aka. Ana 25 ming beraman. Aka programmada 34 ming ko'rsatdi. Alloh qilma. Bozor qancha qilyapti? Qanchadan olib kelyapsiz odamlar? Ber barakami? Ha, g'ayb bo'ldi. Pashon bormay qol bo'lmasa. Akajon, eng bazar do'konimizda futbolkalar ataka 88 ming so'mdan. 88 ming so'm? Xuddi shunaqa. Pastingizga yengil shalvarchalar 139 ming so'mdan. Yozgi yengil tapichkalar 45 ming so'mdan boshlanadi. Tapishga 45 ming. 45 mingdan boshlanadi. Mana akajon. Qancha bo'ldi? Общий счет 400 ming so'm bo'ldi. 250 ming beraman. Barakami? Yo'q, akajon, bizlar bilan Jon baraka. yo'q, savdolash shart emas. O'zi bizda narxlar hamyon bor. Ha ber, irimiga 270 beraman ana. Yo'q, barakami? xijolat qilyapsiz aka. Barakami? Bobur aka, qalin puliga 2000 dollar berasiz ekan, uydagilarim aytishdi. Yo'q. 1000 teks beraman, rozimisiz? Yomon narx bo'lmadi. Ana sut haq hammasini qo'shib 1200 beraman, rozi bo'ling. Dada, amaki, hozir Instagramda hamma trend olyapti, bizlar ham olaylik. Qanaqa turing? Hozir ko'rsam. Yetar endi shuncha qalbimga ozor berganingiz, dada. Qalbingga ozor berdimmi? Bu hali holva. Men san dadang emasman. Dadangman degansiz-ku. Dada bacha vaynlada bo'ladi. Senyorita. Yo bani rayim. Oyga qarasam oy yolg'iz. Yerga qarasam san yolg'iz. Qachon uylanasan? Yaramas. Ne uyaltdingiz qo'shni? Ana, qalay chiqdi? Bo'lmaydi bacham, bizlar yoshimizga yarashmaydi. Men uyga kira olmayman. Unda bitta boshqa zo'ri bor, shuni olamiz. Qanaqa? Kechir meni do'stim. Bor yo'qol. Men bilan urush qilmoqchimisan? Joyingni ayt, men boraman. Ko'k jiguli, ko'k jiguli. Yo'q, kampir, yo'q o'g'li. Bu Peter o'g'lini butun Sankt-Peterburgdan qidiryapman. Hech qayerda yo'q. Это мальчик Маймар, не видишь? Он сочи как макарон. Здравствуйте. Папа? O'g'lim. Здравствуйте. Papalamay o'l, sochingni pyorishga qildingmi? Papa, ты меня почему ударишь? Не согнешь. Ana onang sog'inish. Bir marta ham telefon qilmading-a? 3 yildan beri Rossiyadasan, pul ham jo'natmading-a, eshak. Zoy, кто пришел? Ох, бля. Kim bu turkcha? Она моя жизнь. Она мое сердце. Она моя жена. Tushundim. Puling qaysi teshikka ketayotganligini endi bildim. Я все объясню. Она хорошая жена. Проходите. Проходите. Bizyon. Keling. Buni sochini tep pyorishga qilgansiz-ku? Нет, папа, он сам хотел. Другой narsani xotil? Ha? Нет, Yo'q, xohlagan narsani. папа, что-то будешь кушать? Ha, qornim och. Nimang bor? Да-да, сосиски есть. Sosiska sam ko'shidi-da. Сосиски закончились. Только колбаса осталась, папа. Ya, kalbasang halolmi yo'qmi, qayerdan bilasan? Тогда будешь водка пить? Давай, rossiyskiy vodka yes. Да-да, есть, сейчас наливаю, папа. 100 gramm davay, charchoq bosdi-da endi. Er xotinni qo'lida ikkita iPhone. Anetta ota-ona buzuq singan telefon ishlatadi. O'lsan xotin zaложница. Это слово мое сердце ударили. Yo'q, Xudoga shukr yetib bordi-ye. Папа, вставай, пошел вон. Ha? Вставай, пошел ты.
Nima deyapsan sen? Ketdik demoqchiman, papa. Ruschang ham senga pashol deyapti-ku. Pashol idiomti deydi. Ferski do'koniga. Mana akajon, mana bu sizga, bunisini xolamga berib qo'yasiz. Yo, sen o'zbekmi? Albatta. Yo, mana shu do'kon senikimi? Bu qanaqa do'kon bu? Aptavik nomer 1 butun Rossiya bo'ylab telefonlarni eng arzon narxda o'zimiz o'zbeklarga sotamiz va dastavka ham qilib beramiz. Rossiyaning любой shahriga. Bundan tashqari parfyumlar ham bor, duxiylar ham bor, soatlar ham bor. Sen ham shu Rossiyadan uylab olmaganmisan hech qilib? Yo'q akajon, biz O'zbekistondan o'ylanganmiz. Mana primerka. O'rgan. Fayzi bor yuzida, Timotiga o'xshaydi, barakasi bor. Sani basharangni qara. Nikolay Baskovga o'xshaysanmi basharangga? Все уже надоел. Ya Rodinani sog'indim, ketaman siz bilan. Mani olib keting. Lekin yana bir 10 yil ishla o'g'lim. Zachем? Mana kelinga ham ayt, kelin ham bir ishlasin, yotmasin uyda, birgalashib pul yig'ib menga jo'nab tashlamasligi uchastka qurib beraman. Hamsiya bu ichmaganmi deyman? Yo, ichganmi, qalbim sezayapti meni. Boshqa usul qo'ydingiz. Hamsiya, o'zi bu qaysi usul bu? Bu ichgan bo'lsa hozir qusadi. Shuning uchun boshini aylantiramiz buni. Hamsiya, bachangiz ichmaganmi deyman? Yo, ichganda bu, ichgan. Jonima tegdi. Ko'nglim sezayapti men. Bo'lmasa urib ko'ramiz. Zarba kuchini his qilmasa ichgan bo'ladi. His qilsa ichmagan bo'ladi. Kim birinchi boshlaydi? Men Boshlang. Qanday hamsiya? zarbani his qildim. Ha, bachangiz ichmabdi. Yo, ichgan bu. Qalbim sezayapti baribir. Oxirgi usul qol. Vallahi hozir chiqaman, ko'pda o'ynagan. Qaqqa chiqasan birinchi tirnoqni olamiz. O'z ketganini qara buni. Vallahi hozir chiqaman kontr o'ynagan. Qaqqa chiqasiz birinchi tirnoqni olasiz, keyin chiqasiz. Nazira siz a? Menda Yana qizlar bilan gaplashyapsan, berib qo'y. gaplashganim yo'q. Nazira sizdan yoshli Yana qizlar bilan gaplashyapsiz, ko'rsatib qo'yaverman sizga qizlar bilan gaplashishga. Oy, men futbolga ketdim. Men ustingligini hech kirdim. Normal. Xotin, men ishga ketdim. Ustingligini hech. Yo'q, ber, normalni o'zi chiqaradi. Oling ber. Oyi, o'rtoqlarim o'ynagan chaqirdi-da, borsam bo'ladimi, ha? Yo'q, hech qayerga bormaysan. Uyda o'tir. Baribir qochib ketdim. Xotin, bugun o'rtoqlarim choyxonaga chaqiruvdi, shunga borsammikin dotuvdim. Yo'q, hech qayerga bormang, uyda o'tiring. Baribir qochib ketaman. Oyi, men keldim. Yana basharangni kirib keldim. Shoshmay tursan, iflos. Xotin, men keldim, ovqat tayyormi? Yana basharangizni kirib keldingmi? Hozir ko'rasiz mendan. Iflos. Kel, dava, kel. Shunki ifloslaringizni ko'rmang. Siz faqat mendan kirib keldingiz.